Assalomu alaykum. Quyosh yurtimiz O'zbekiston ahliga alangali salom. Xudo xolasa o'zimiz mana bugundan Xudo xolasa 9-aprel kunidan UzRed degan nom bilan o'zimizni ijtimoiy tarmoqda YouTube kanalimizni ochdik. Xudo xolasa men o'zim YouTube kanalida chorva ishqibozlariga yangi basman. Chorvaga ahlim yetganligi uchun nimalardandir qizib turib, Xudo xolasa nimalarni turtki bo'lib turib boshladim. Reklama, e'lonlar, bozorlar, chorva ishqibozlari kommentariyaga nima yozsa, boqma xonajillar bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, qaysini tushuntirish kerak bo'lsa, bozorlarda ham Xudo xohlasa UzRed deb qo'yganim, birinchi safarimizni O'zbekistonimizning 12 ta viloyatiga yurib chiqarish maqsad. O'zimizning mollarni ham orada chorva ishqibozlariga ko'rsatib o'tib ketaman. Hali aytadi-ku, pichoqni o'zingga ur, ormasa birovga ur deydi. Biz pichoq urishmas, chorva ishqibozlariga manfaatli videolar, manfaatli o'zimizning qo'limizdan kelganicha yordamimiz tegsa, Xudo xohlasa nima deydi, odamlarning ko'ngildagi videolarni biz chiqarib beramiz. Faqat yuzim bilan chiqadi. O'zimni yuzim bilan ko'rsatadi. Mana Zuhriddin ukam pastayan yonimda bo'ladi. Bozorlarda ham kelib ko'ribmas. Qo'lim bilan ushlab ko'rsatib, Xudo xohlasa hamma yo'g'ini o'zim chorvaga ishqiboz bo'lganligim uchun 50% bitta ko'zim bilan ko'rib oldim dedi. Ikkinchi ko'zini ochsa uyda bo'ladi xolos mol. Xuddi shunaqa qilib mollarni reklama qilamiz. UzRed kanalimizga obuna bo'lishib, layklarni bosib tursa, Xudo xohlasa. Avvalo Xudo xohlasa hamma qilayotgan ish. Bizga ham Xudo omadimizni bersin. O'zimizni uyda mana bugungi syomkamizdan boshladim. Bashla qilib ko'rsatib, mana yetuy bo'g'oz. Tishi 4 kurak. So'skalari haqiqatan ham katta molni so'skasiga o'xshaydi. So'skalar 4 ta joyda buni molvozlar tushunadi. Tushunmaganlarga nimaga so'ska bunaqa bo'lish kerak deganlarga kommentariyada yozganlarga kommentariyada telefon qiladi. Telefonda ham Xudo xolasa ma'lumotlar beramiz. Mana molimizni 27 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman so'ramagan odamga. Vodiyga ancha kamini qilib beraman deb chiqardim. UzRed kanaliga yangi mehmon bo'lib, obuna bo'lib, like bosib, yangi mehmonmiz deganlarga 26 million so'mga kamini ham qilib beraman, xayrini ham qilib beraman. Xuddi shunaqa qilib Xudo xolasa kontentlarni zo'rlari obunachilarga, chorva ishqibozlariga manfaatli videolar qilishda Xudo xolasa mana bugundan Xudodan so'rab UzRed kanalini yurgizishni boshladik. Maşallah. UzRed kanalini obunachilariga, Xudo xolasa like bosib ko'rganlarga ikkinchi molimiz. Eston molimiz bolasi bugun 6-kun 15 litr sutni lubboy odam o'lchab olaveradi. Sotuvchisi ham o'zim. Bu kanalning egasi ham o'zim. Xudo xohlasa hech qanaqa ko'ngilda xotirjam qilib, o'zim uyimdan chiqargan mollarimni bexijolat olinaveradi. Adres, lokatsiya hamma yo'g'i joyida. 15 litr sutga 25,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Mana molni paqir ko'tarib soqqan borgan odam Xudo xohlasa sog'imlarni ko'rsatib beramiz, sira sog'ib beramiz. Buni mashikka bayla, sog'imlarni ko'rsatib, oyoqlarini, dumini bu har yili qochib bola beradigan mol. Xudo xohlasa 4 oyda bolasi pulini so'raydigan darajada naq qilib beraman, idir bolasini. Tumshug'in tegiz, Shahriyor bola, o'g'lim, Xudo xohlasa kontentlarda ham ko'pida baribir 75% yonimda bo'ladi, Xudo xohlasa. Zuhriddin, Shahriyor, Ixtiyor billa. UzRedda Xudo xohlasa redni qattig'ini qilamiz. O'zbekiston bo'ylab hamma chorva bozorlarini, narx-navolarini, sifatini, rangi, ro'yini, hamma yo'g'ini Xudo xolasa qilib beramiz. Like'larni ayamasdan obunachilarimiz ko'payib tursa, Xudo xolasa nima xizmat bo'lsa, kommentariyaga yozishadi, aytgan narsasini chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Ammo mashim oldi, mana men tavsiya qilaman-da, birovda bo'lsa ham tavsiya qilaman bu molni. Nimaga? Shu zo'r. Tutamlari dimbat. Hali soqqan odam haqiqiy maza qilish kerak. O'qiluvda qolib tushyapti. To'g'ri, uni ko'rsatib ber o'g'lim. Shu sigil sozlariga men aytamanki, bu sutni 1 litr, 2 litr ko'paytirib, ozaytirish nima emas. Birinchi o'rinda yuvosh. Mana shu molni bir qoqlab sog'ib oling, bir yo'li.
Xudo xolasa lajlarda ayashmasin. Shahriyor bola, o'zimizning kanalimiz. Biz o'zimiz chorva ishqibozlariga, boshqasiga shu blogerlarimiz, Jasur Uzda, Bozor Shomolida, Zohid Uzda, Elyor Uzda hammasida ijtimoiy tarmoqda biz yangilik basmiz. Endi ham mol sotish emas. Faqat molni ma'lumotini berib, bozorlarda ham o'zim olayotgan molni ham yo birov o'rtalarim bozorda xudo xolasa sigirni ishqibozlari, sigirdan non topib yeyotganlar bilan hammasi bilan o'rtaqman. Mana bu molni narxini aytmasligim mumkin. Dehqon olsa boshqasini ko'rsatib berishim mumkin. Lekin narx novosigacha oling, bu molni munchaga oldim deb o'rtalarini ko'rsatsa, haqiqatdan munchaga olib deb ko'rsatib beraman. Xudo xolasa qo'limdan kelganicha chorva ishqibozlariga manfaatli videolar chiqadi. Manfaatli videolar endi UzRed birinchi o'rinda xudo xolasa O'zbekistonimizning 12 ta viloyatini bozorlarini ko'rsatadi. Layklarda ayashmasin, kommentariyada fikr mulohazalarini, o'zlari kim nimaga qiziqadi, qanaqa bozorda qanaqa holatlarni ko'rsatish kerak, kommentariyalarda yozishsa, obuna bo'lsa, biz aytganidek qilib chiqarib beramiz. Telegram gruppalar ham ochamiz hali, Telegramlarga adreni tashlab beramiz. Nima so'rasa, qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. UzRed kanalimizni ikkinchi sigir obunachilari, mana ikkinchi sigirimiz, birinchi bo'g'ozimiz. Bo'yi 1.30 plus minus. Orqasicha balandroq. To'rov soskasi yelenoq, to'rov soskasicha qorasi bor ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yovoshligi hamma yo'q joyida. Xudo xohlasa, bola gibrid ekan. Mashinasi ham qiziq. Kimdir zo'r xonadonda mol qilaman deydi-da. Janavor so'skalari original ekan. Endi baribir gibrid. Любой molga bo'y basti, ko'ksi kengroq molga uni qo'ysa bo'laveradi. Gibridlashib, qoni tozalanadi, olayotgan hayvoni zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa buni 15 litr suti bor. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yovoshligi hamma yo'g'iga garantiya. O'zimning nomerim, o'zimning kanalim. Toshkentga savdo bo'lib turibdi. Alloh nasib qilgan bo'lsa, Chinozga hozir savdosi bo'lib turibdi, beramiz. Mana bola misol uchun mana shu bolani ma'lumotini so'rasin, kommentariy yozsin, obuna bo'lsin. Enasini yana ko'p muammo bo'layotgan narsalar. Mana shu molni to'g'ridan keladi. O'shoqidagi chizig'ini qarang. Yaqindan olib beraylik, o'zimizning kanalligi uchun, o'zingizning kanalingda ochiq oydin ko'rsat deydi. Chizig'ini hisoblagandan 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta chiziq turibdi. 5 ta chiziq buni ota-bobolarimiz ham nimadir hamma paytda zamonda o'zini anaqasi bo'ladi. Zayli. Mashina tishini men ochib beraman. Realni. Mana tish. Mana 6 tasi kattalashadi, mana 8-chi molarga tenglashadi, tekizlanadi, orasini ochadi, keyin bosadi. Noto'g'ri, men o'zimning fikrim, biladiganlarda qo'shib kommentariyada fikrini bildirib ketamiz. Bilmaydiganlarga konsultatsiya bo'ladi. Qo'limizdan kelganicha hamma yo'g'ini bildirib beramiz. Yovoshligi zo'r, 33,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz deganmiz buni. Moldomi gazi uzunligi hammaga tavsiya qilaveraman. Uzun mol hamma joyda sutda polvonlik qiladi. Ko'si katta mol polvonlik qiladi, xudo xolasa. Layklarda ayashmasin, obuna bo'lishni esdan chiqarishmasin. Qo'ng'iroqchani cholib, bizni chiqarayotgan manfaatli videolarimiz borib turadi. Manfaatli bo'lsa ko'radi, kommentariy yozib, layk bosadi. Hech sizdan, bizdan hech kim hech nima yo'qotmaydi. Pul olmaydi, megabayt olmaydi. Faqat foydali ma'lumotlar beriladi. Mayli. Buni Shvedni go'zal yaptir aka. Shvedni o'ta qirolini zo'rini olaman deydiganga beramiz. Xudo xolasa UzRed kanaliga obuna bo'lib, like bosib, UzRed kanalidan telefon qilyapman, o'zingiz kanalingizdan telefon qilyapman degan odamga o'zini aqlida yo'q senaga beraman. Xudo xohlasa 6 kurak, bola novoz 20 litr, 19,5 litr, 19 litr sog'ilyapti. Biz 17-18 litrga beramiz, xohlagan odamga sharoitini qilib beramiz, uyda 2 mahal sog'imini ko'rib, mehmon bo'lib ketadi. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvoshligi hamma yo'g'iga garantiya. Xudo xohlasa
Uzriyet kanaliga obuna bo'lganman, like bosganman, kommentar yozganman, mashina orasiga ishqiboz bo'ldim degan odamga 46,5 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dasturxon qilib beraman. Umuman molda haqiqiy qurol. Mana shunday ushlabdir, bitta ko'rsatdim mana shu. Suskalari, jonivorni haqiqiy original. Yuvoshligi vahshiy. Shular o'ta uda. Ushasa tushadi. Xudo xolasa olgan odam baraka topib maza qildim desin, biz xursand bo'lamiz. Like'larda yashmasin. Go'zal ekan. Sal oldiraqa chiqar. Bolasini ko'tiniga chiqaverma. Ashunday ochib ber, kallasini ko'tar. Sen pastga tush. Pastga tush. Uzriyet kanaliga obunachilarimizga like'larni bosib, haqiqiy pardeshga qiladigan mollar. Bolani qara. Bola xudo xohlasa haqiqiy tonnali bo'ladigan. Suv ichishini qiladi. Yana 2 kurik. 30 litr oshig'i bilan sut beradigan lubi odam kelib ko'rib sinab olaversin. 2 kurik hali rostlagan yo'q. Xudo xohlasa Uzriyet xohlaganidaqa bo'g'oz, o'natin hammasini ko'rsatib ketishda davom etadi. O'zimizda yo'g'ini bozorlarda, aka-ukalarimizga kimda bo'lsa xudo xolasa olib ko'rsatamiz. Haqiqiy baraka topadigan Uzriyet kanaliga obuna bo'lgan, Uzriyet kanaliga like bosgan odamlarga faqat manfaatli zo'r mollar qo'yib beramiz xudo xolasa. Zo'r mol, sog'lom mol men uchun. Rangi ro'y emas. Xudo xolasa sog'lom zo'r mollarni ko'rsatib beramiz. Mashinaga o'xshagan. Bu o'zimning uyimda kelib sinab ko'rib olishadi. 65 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Xudo xohlasa bolani o'zi haqiqiy tonnali bo'laman deyapti. Sog'ib, tushlarini hamma yo'g'ini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa bizdan olgan odam baraka topdim. Rahmat. Uzriyet kanaliga rahmat desa bo'ldi. Kanal aniq, odami aniq, o'zim aniqman. Eshigim ochiq, kelib ko'rib olishaveradi. Yurgis. Yo'qlari, durus uskasi, Xudo xohlasa olgan odam haqiqiy baraka topib maza qilaman deydi. Sog'ib sog'imlarni ko'rsatamiz. Like'larda yemanglar endi yangi obunachilar, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa like'larda yashmasin, sog'imlarini ham ko'rib tutamdan tushlari hammasini zo'r qilib olib berasan. Shahriyor bola sog'ib beradi. Xudo xohlasa like'larda yashmasa bo'ldi. Ko'p vaqt olmagan holda men o'zim buni idirib sog'ishni boshlab turaman. Shahriyor kelib, Shahriyor ag'idan ham sog'ib ketaveradi. Maşallah kuşları. Qo'ng'ir haqiqiy maza qiladi mollar. Laglarda yashmasin. Shahriyor bola. Yeyib ketdim onu Shahriyor bola. Ke, bu yerga Shahriyor ketadi. Shuni kelib tagiga o'tirib, sog'iladi. Gerek yengisi sigirilmez iyidirişler ayarına. Uzriyet obunachilar faqat like bosadigan mollar. Kamyonchaliga qalay olib? O'tayamdi. Xudo xolasa 30 litr sut sog'ib, bolasini 1 tonnalik qilib sotaman deydiganlar. Jo'royil narxlari 2 kurik, kurigi Xudo xolasa olgan odam haqiqiy maza qiladi. Obuna bo'lishni unutmaymiz, qo'ng'iroqdan topamiz, like'larda yemamiz, ma'lumotlarimiz bo'lsa. Endi biz yangimiz Xudo xolasa bozorlarda ham ma'lumotlarini o'ta udar qilib olib beramiz. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa kommentariyaga yozsin. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelganicha, Xudo xolasa uzoqtirmaymiz. Bir hafta 10 kun ichida O'zbekiston bo'ylab viloyatlarimizni 12 ta viloyatda hamma tumanlaridagi hammasi bo'lmasa ham ko'pchilik maza qilib ko'radigan mol bozorlarimizni zo'r qilib arzonlantirib beramiz. Like'larda aytmoqchi.